Bu yerda 5 ta sanatoriya bor. Eng yaxshisi mana shu Chashma. Andijondan keldim. Har yili 2 martadan kelaman. Bular licheniyalari yaxshi, oziq-ovqatlari yaxshi, eng muhimi muomalalari bilan davolashadi bular. Judayam parafinlari, massajlari, o'zi kelgunicha gapi bilan davolashaveradi. Shuning uchun har yili Andijondan shu yoqqa kelaveraman. 5-kelishim bu 3 yil ichida. Buvijon, necha yoshdasiz? Hozir 81 ga kiraman yaqinda Xudo xolasa. Buvijon, bu yerda qanaqa davo muolajalar olyapsiz? Bu yerda parafin, keyin asalli bochkalar bor, massajlar bor, giyohlik vannalar bor. Ulardan ham muhimi menga bularni muomalasi davolaydi meni. Ovqatlarini zakaz berib, xohlagan ovqatingizni pishirib berishadi. Alohida xonalar qilib berishgan, sharoit yaratib, ancha-muncha ijod qilaman, uni buni yozaman. Menga sharoit juda ham yaxshi. Men Moskvadan o'ris dugonalarimni taklif qilib qo'ydim. Hammanglar kelinglar, birga dam olamiz, davolanamiz.